Kelinglar o'zim haqimda 5 xil bilgan tillarimda gapirib beraman. 안녕하세요. 제 이름은 샤클로입니다. 그리고 성은 구탐부입니다. 나는 22살입니다. 한국에 가는 것이 제 꿈이기 때문에 한국어를 많이 배웁니다. From an early age, I was an excellent student at school. At the same time, I attended at a music school and was also a professional athlete. And my creative journey has included music, singing, and acting. 5 yil davomida minglab insonlar oldida teatr sahna ko'rinishlarida bosh rollarni ijro etib, olqishlarga sazovor bo'ldim. Shu orada milliy xalq raqslari bilan ham shug'ullangan holda katta sahnada ko'p marotaba solist bo'lib chiqdim. Lekin hech qachon o'qishni va sportni tashlab qo'ymadim. Несмотря на то, что сцена была моим вторым домом, я была самой активной ученицей во времена языковых олимпиад. Рассказывая самые красивые стихотворения, одновременно решала сложные задачи по математике и физике. По направлению учебы я отличница, и у меня больше всего наград. Хотя vru. В спорте также их очень много. Aynan katta sport tufayli favqulodda vaziyatlar vaziri, viloyatlar hokimlari bilan taqdirlash marosimlarida va chempionatlarda ko'rishdim va qo'llaridan mukofotlarimni olganman. Qo'ygan rekordlarim va O'zbekiston bo'ylab faxriy o'rinlarim haqida gazetalar ko'p marotaba yozishgan. Navoiy viloyatining ishonchini oqlab, O'zbekiston chempioni unvoniga ham bir necha marotaba erishganman. Aynan shu sababdan qimmatbaho sovg'alarimni uyimga olib kelganman. Taekwondo, yengil atletika va yosh qutqaruvchi konkurslarida olgan o'rinlarim va kuboklarim hali hamon maktabimda saqlanib turadi. Ben çocuktum ama ailem beni her şeyde bir numara olmam için yetiştirdi. Birinin psikolojimi nasıl etkilediğini bilmiyorum ama ailemi böyle bir yetiştirmek tarzı için teşekkür ederim. Çünkü artık kendimi her alanda bulabileceğimi anlıyorum. Spor, çalışma, müzik, artık her şeyi yapabilirim. I am the eldest daughter in my family and from an early age I took many household responsibilities. At 12 I was already cooking for my family. Later, I started working as a kitchen assistant in a restaurant and sales assistant in a store. At the same time, I was preparing to enter the university of my dreams. My achievements in sport opened the door to preferential admission at other universities. But I wanted to earn my place at the Tashkent State University of Law through my own knowledge. Keyin esa hayotimda eng qiziqarli boblar boshlandi. Bu haqida ikkinchi qismda gaplashamiz.